Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 27-aprel 26-yil. Bitta tuy sarpamiz uchun 6 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 6 ta 60 ga 60 yostiqlarimiz, 2 ta mana yostiqlarni biqindan chiqqandan kadifin aralashtirib yostiqchalarimiz tayyor bo'ldi. Shaxmat qilib qavilgan ko'rpachalarimiz. Mana astari tarafini sizlarga ko'rsatib o'taman. Astarni ham ishlatsa bo'ladigan. Mana turistik materialdan qilingan, o'ziga mos qilib, paxtasi qalin solingan. Mana yostiqlarimiz ichida alohida qop qilib zamoklik qilingan. Mana zamok joylari, hamma ishlarimiz polni overloga yopilgan. Bu yostiqchalarimizni mana bezakcha qilib tayyor qildim. Mana orqa tarafini ham ishlatsa bo'ladigan qilib. Mana hozir men sizlarga buni yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana qovoqlariga e'tibor beringlar. Qovoqlari shaxmat qilingan. Mana aziz opa-singillarim, yig'ma holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Paxtalari qalin solingan. Shoshilinchga video olibman. Mana har bitta ishimni kuzatib borayotgan opa-singillarimga katta rahmat. Chiroyli fikrlar yozayotganlar uchun juda ham xursand bo'laman. Kimga yana shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Mana